Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni endigina kuzatib turgan chorva, mol qo'yish qog'ozlari va YouTube ishqozlari. Akalar, bugungi video syomka shu o'zimizning uydagi buqachalar haqida bo'ladi. Mana shu yerda ikkita buqamiz bor. Mana shularda xudo xolasa sotamiz. Mana shular chiroyli qilib ko'rsatib o'taman. Video yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. O'tgan safar ko'pchilik ancha video pastda olingan deb qilgan ekan. O soyaga qarasalang, telefon o'zi mana boshim bilan ro'para turibdi. Unaqa pastda mana qilib olingan joyi yo'q. Xudo xolasa mana. Mana shu buqalar akalar, mana buqamiz ikkalasi ham pastda bir xil, teng kelgan. Endi mana shuni yangi tug'ilganda videoga, rasmga olib qo'yilgan bo'lgan. Narginiki YouTube'ga videosini qo'ygan ekanman. Shu 11 oy oldingi videolar ko'rsalaring, o'shanda 1 oylik 2 oylik buqa bo'lgan ekan. Xo'p, mana uniki. Mana shu tug'ilgan payti 11-mart 2025-yil tug'ilgan ekan. 13 oydan o'tib, shu 14 oyga to'lyapti, xudo xolasa. Mana shu buqacha, yelkasida mana oqi bor. Uni yelkasida mana shu yelkasidagi oq turibdi. Orqa oyog'i oq. Mana orqa oyog'i chali axlat deb qo'yganiga ko'rinmayapti. Xullas, ko'pchilik ishonmadi. 13 oyligida video qildik. 13 oyga to'ldi deb. Mana hozir 14 oyga ham to'lyapti, xudo xolasa. Mana shu ikkalasini sotamiz. Narxini 90 million narx aytamiz. Xo'p, bo'yini o'tgan safar o'lchadik. Mana uniki 140 dan pastroq ekan, 140 dan. Mana adashmasam 145 shunaqa chiqdi. Bu ancha gavdali ekan. Veslariga keladigan bo'lsak, endi xom taxmin, endi buzov ves bosmaydi, lekin xom taxmin 550-600 kg atrofida chiqsa kerak. Mana shular, xudo xolasa, ana boqadigan inson bo'lsa, raza boqadigan payt keldi. Bu ular yem yemaydi. Endi kepak edi silos bilan. Lekin kunjara yemagan. Ana. Haqiqiy sementalni o'zi, prosta gibrid. Haqiqiy sementalga semirib, kirasi sementalga dam beradi. 1 tonnalik buqa qilib boqaman, sotaman deydiganlar bo'lsa, ana qiziqib, bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolasa ishonchli. Yashur bo'lmadi, xudoga shukr. Oyoq qo'li but, hech qanaqaligi atkaz qiladigan joyi yo'q. Bo'yini aytdim, mana 145 shunaqa atrofida. Mana 140 dancha pastroq. Bu ham o'sha 140 chiqib qolsa kerak, lekin shunda o'lchaganimizda, pastroq edi. O'lchaganimizga bilmayman, bir 15-20 kun bo'lib qoldi. Mana shu buqalar. Yeb ichishi vaqti kombayn, xudo xolasa zo'r. Oyog'ida og'riq yo bir haliginaqa nuqsoni yo'q. Hammasiga xudo xolasa yeb ichishiga, sog'ligiga garantiya beriladi. 14 oylik bo'libdi. 14 oyga to'lyapti, xudo xolasa. 11 oy oldin YouTube'da ham videosi bor ekan. O'zim qiziqishga o'sha YouTube kanalimizdan ko'rdim. 11 oy oldin video qilingan ekan. O'shanda 1 oylik, 2 oylik buzoqcha bo'lgan ekan. Mana shu yerda ikkalasi yurgan ekan mana shu yerda. Xudo xolasa mana telefon qilaverasizlar. Haqiqiy boqaman, havasga boqaman, tonnali buqa qilaman deganlarga yosh hali qotib qolgan joyi yo'q. Bular hali ham o'saveradi, hali ham katta bo'laveradi, xudo xolasa. Hali goloshtanga o'xshab nima desa ular unaqa suyak-puyak unaqa narsa emas. Haqiqiy sementalga tortib qo'ygan, lekin rangi, toni boshqa xolos. Mana ko'rgan odam kak semental deydi. Mana. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. 99 511 0663. Manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani To'da qishlog'ida. Mana yerda yana gibrid buqachalarimiz bor. Mana ular bir 5 oy 6 oylik bo'lib qoldi. Xudo xolasa, bular ham 6 oy 7 oyda aynaqa bo'ladi. Mana yerda bor. Bu ham bir 10 oylik shunaqa bo'lib qoldi. Bu ham 3-4 oyda aynaqa bo'lib qoladi, xudo xolasa. Baribir nima bo'lsa ham shu zotli narsa zotlaydi. Boqsa o'zini oqlaydi. Ma'lumotlari shu, xudo xolasa, yedishisiga hammasiga garantiya.